Gadget bu ingliz tilidan tarjima qilganda inson hayotini osonlashtiruvchi va mukammallashtiruvchi qurilma. Gadjetlar har xil sohalarda keng tarqalgan. Masalan, sport, meditsina, ko'ngilochuvchi texnologiyalar va hokazo. Bu so'z 19-asrlar o'rtalaridan beri ishlatilinib kelmoqda. Gadjet so'zining vatani Buyuk Britaniya hisoblanadi. Oxirgi 20 yil ichida bu so'z keng tarqaldi va asosan texnologiyalarga nisbatan ishlatilinadi. Ultrabook bu hammamiz bilgan notebookning bir turi. Farqli jihati shundaki, u notebookka nisbatan ancha yengil, qulay va ingichka. Lekin notebookdan hech ham qolishmaydi. Ultrabook brendiga Intel kompaniyasi 2011-yilda asos solgan. Hozirgi kunga kelib ultrabooklar notebooklarga nisbatan ko'proq sotilmoqda, chunki ularning narxi notebookka qaraganda arzonroq. O'zimiz tushunmagan narsalar uchun ma'lumotlarni iPhone, quloqtor, to'qqich. Gadjetlardan biri bu televizor. Bu haqida sizga ma'lumot Kundalik omlarda kirishga bizga